kuzda milliy sertifikatga topshirib A+ daraja olish xohlasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Trigonometrik teorem berilgan ekan. Teoremani ishlaymiz. Boshladik. Sin 4x. Sin 4x hop 2 sinus 2x cosinus 2x bo'ladi. 2 sinus x bu tarafdan boruvchi qavs tashlash qiladigan bo'lsak, cosinus 2x plus 1 taqsim 4 cosinus kub x teng o'z-o'zi 3. Buni hamma yozib olamiz. 2 sinus x cosinus x ko'paytirilgan cosinus 2x ni aytadigan bo'lsak, cosinus kvadrat minus sinus kvadrat. Bu sinus kvadrat plus cosinus kvadrat. Hop, sinuslar ayirib ketadigan bo'lsak, 2 cosinus kvadrat x taqsim hop 4 ko'paytirilgan cosinus kub x teng o'z-o'zi 3. Cosinus x cosinus kvadrat x. Ular qisqarib ketadi. 2 4 qisqarib ketadi. Bu ham qisqarib ketadi. Demak, bizda qolyapti 2 sinus x teng o'z-o'zi 3. Sinus x teng o'z-o'zi 3 ga teng. O'z-o'zi taqsim 2. Hop. Umumiy yechim oladigan bo'lsak, minus 1 dekayinchisi arc sinus o'z-o'zi 3 taqsim 2 plus davri pi k. Hop, x barobar minus 1 dekayinchisi hop o'z-o'zi 3 ga pi taqsim 3 ga erishadi, davri pi k. Videomiz yoqqan bo'lsa, sahifamizni o'rnab qo'ying. Videoni milliy sertifikatga topshirmoqchi bo'lgan do'stlarga borib qo'yamiz.